Cennet, 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 cennet. Balalar bilemsizlar? Cennet qandaq joy? Agar men cennet haqida gap boshlasam, gapim hech tugamaydi. Ammo mayli kelinglar. Men sizlarga ozgina bo'lsa-mu so'zlab beray. Qolganini cho'ng kitoblarni o'qigandek bo'lganinglarda o'zinglar bilib olasizlar. Sizlarga jannatni tushuntirish uchun uni qaysi boqqa, qaysi go'zal shaharga o'xshatsam bo'larkin, ha? Yo'q, uni hech narsaga o'xshatolmayman. Chunki bu dunyoda jannatga o'xshaydigan hech qanday joy yo'q-da. O yer shundoq chiroyliki, so'z bilan ta'riflab bo'lg'ul bo'lmaydi. O yerga faqat berib ko'rib beqish kerak. Ana shu chaqdala jannatning qanday joy ekanligini bilalaysiz. Jannatda ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan, odamning xiyolidan o'tmagan narsalar bor degan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom. Jannat hozir bormi? Albatta, jannat hozir bor. O 7 qavat osmonning ustiga, Alloh arshining ostiga joylashgan. O nihoyat chiroyli bog'lardan, sharqirab oqayotgan daryolardan, ajoyib shahar va mamlakatlardan, saysi salqin oromgohlardan bezalgan. Jannatga kirgan odam bu dunyoni unutib hech qaytib chiqqisi kelmaydi. Uning qanchalik kattaligini aytaymi? 7 qavat osmon bilan 7 qavat yerning hammasi qo'shilsa-mu, jannatga hargiz teng bo'la olmaydi. Jannat ana shundoq esil joy. Uning xushbo'y hidi 100 yillik yiroq yo'ldan kelib turdi. Jannat qavat-qavat qilib yoritilgan bo'lib, eng yuqorisi Firdavs jannati deb ataladi. Dunyo yo'q bo'lib ketadi, ammo jannat hargiz yo'qolmaydi. Jannatning 8 darvozasi bor. Darvozalar shundoq kengri. O chetidan bu chetigacha 40 yillik yo'ldir. Jannatning oldi darvozasiga tunji bo'lib Muhammad sallallohu alayhi va sallam keladi. Jannat u kishiga ochiladi. Jannatga eng avval shu zot kirdi. Keyin u kishining ummatlari mu'minlar, ya'ni biz musulmonlar kiramiz. Ondan keyin boshqa payg'ambarlarning ummatlari kirdi. Din yo'lida qurbon bo'lgan shahidlar, ilmga amal qilgan olimlar, kambag'allarni yaxshi ko'rgan boylar va yaxshi kishilar jannatga birinchi turkumda kirdi. Jannat ahlining ko'p qismi kambag'allar va ko'p zulmga uchragan kishilar bo'ladi. Ota-onasining duosini olgan odamlar, erini rozi qilgan ayollar, xushfe'l kishilarmo jannatga tezroq kirdi. Jannatning ko'p darajasi bor bo'lib, insonlar dunyoda qanchalik amal qilganligiga qarab turli xil darajada joy oladi. Jannatning havosi bekmi yoqimli bo'lib, sovuqmi emas, issiqmi emas, doim illiq bahordek bo'lib turdi. Atiyini kun chiqish oldi turgan bir vaqt borki, jannat dal shu vaqtga o'xshash pokiz ham sop bo'ladi. O yerda quyosh bo'lmaydi, ammo Allohning nuri bilan hamma joy yup-yorug' bo'lib turdi. Balalar, jannatning mevalariga kelsak, uning necha ming xil ekanligini bir Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ular hozir may bog'lab pishib, jannatga kiradigan odamlarni saqlab turibdi. Ular hargiz purab qolmaydi, sesimaydi. Tik turib üzman desangizmi, o'ltirib üzman desangizmi, yonboshlab yetib üzib yeyman desangizmi bo'ladi. Jannat mevalari sizning oldingizga o'zi kelib turdi. Birini üzsangiz, uning o'rniga darhol yangiz o'sib turdi. O mevalar shundoq shirinki, ta'mi og'zingizdan hargiz ketmaydi. Agar go'sht yeyingiz kelib qolsa, oldingizga turli qushlar uchib kelishadi. Shundaqla tiliga kelib sizga o'zini tunishtirishga boshlaydi. Men palon qushman, palon narsani yeb cho'ng bo'lganman. Mening go'shimni yeng, deydi birsi. Men palon gullarni yeb o'sganman. Mening go'shim texim shirin, meni yeng, deydi yana birsi. Siz qaysi birsini tanlasangiz, o shu hamon pishib o'ylaganingizdak oldingizga keladi. Yeb bo'lishingiz bilan o yana terilib uchib ketadi. Jannatda bir odamga 1000 xizmatchi bo'ladi.
Ular yaningizga kelganda nozu ne'matlarni elib kelishidi. Har qatim kelganda 70 xildan ortiq taomlar, son-sanoqsiz qadahlarda ichimliklarni elib kelishidi. Tanlagan taomlaringizdan orzuyingiz bo'yicha yeyaversiz. Xohlagan ichimliklarni ichaversiz. Qo'rsqingiz to'yib bearam bo'lmaysiz. Taomdan keyin hojat qilish bo'lmaydi. Yegan taomlaringiz terga aylanib o'z chiqib ketadi. Teringizdan chiqqan shu tardan ajoyib xushpuroq atirning hidi keladi. Jannatda mishqirish, tukurish, yutilish, shamaldash, kasal bo'lish yo'q. Alloh o yerda hamma odamlarga yangidan badan ato qiladi. Badaningizda qon, yering, balg'am bo'lmaydi. Nafaslangan chig'ingizda og'zingizdan o'z-o'zidan hamd sano va tasbih chiqib turadi. Jannatda har bir insonga taom yeyish, ichish va boshqa ishlar uchun 100 odamning kuchi beriladi. Bundaq yaxshiliklar bu dunyoda harom narsa yemagan, harom ishlarni qilmagan, Alloh va uning rasuli degan ishlarni qilgan, nafsini tizginlagan insonlar uchun tayyorlab qo'yilgan. Balalar, jannatda qerimaylar yosh qizlarga aylanib kirdi. Bu aylar yigitga aylandi, soqollar bo'lmaydi. Jannatda hamma odamlar bir xil yoshda, ya'ni 33 yoshda bo'ladi. Hargiz qerimaydi ham o'lmaydi. Doim yosh va chiroyli holatda bo'lib yuraverdi. Jannatda bir bozor bo'lib, u yerda hech nima sotilmaydi. Ammo har xil chiroyli odamlarning surati bor bo'lib, shu yerda qaysi surat sizga yoqsa, shuni tanlaysiz. Siz shu suratdagi chiroyli odamga aylanasiz. Shunday qilib, jannatda hamma odam o'zi xohlagancha chiroyli odamga aylanib qoladi. Jannatda bir dengizda suv, yana bir dengizda sut, yana bir dengizda asal va boshqa dengizda boshqa ichimliklar bo'ladi. Ana shu dengizlardan, daryolardan to'xtamay ichimliklar oqadi. U uyingizning ostidan eqib o'tadi. Ammo hech kimga ziyon solmaydi. Odamlar uyda turib jannatni tomosha qilib turadi. U yerda yana bir daryo bor. Daryoning bo'yida chiroyli qizlar bor bo'lib, ular bakmi chiroyli ovozlari bilan naqsha aytishadi. Odamlar kelib, ularning naqshlarini anglaydi. Undaq chiroyli ovozni dunyoda hech kim anglamagan. Ash qizlardan qaysi biri kimga yiqib qolsa, Alloh uni shu kishiga hadiya qiladi. Uning o'rniga Alloh shu zamon boshqasini yaratib qo'ydi. Alloh har bir kishi uchun xizmat qilsin deb 72 qiz sovg'a qiladi. Ularning ikkisi bu dunyodagi qiz ayollardan, 70i jannat hurlaridan bo'ladi. Jannatda mo'min ayollarmi o'zlari xohlagan kishilar bilan birga bo'ladi. Ularga Alloh texim ko'p yaxshiliklarni tayyorlab qo'ygan. Balalar, jannatda bir daraxt bor. Agar siz uning ostida ot bilan 100 yil chopsangizmi, sayisi tugamaydi. Jannatda qanotli uchar otlar bor bo'lib, uni minsangiz sizni uchirib o'ynatadi. Ammo yiqitmaydi, elib qochib ketmaydi. Qayerga desangiz, xo'p deb elib berib sizni tomosha qildirdi. Bu dunyoda kam amal qilgan, jannatga hammadan keyin kirgan, eng az mukofot oladigan kishi haqida so'zlab beraymi? U odamga jannatda beriladigan bog'lar, gulzorlar, shahar va mamlakatlar hozir biz yashayotgan dunyo bilan barobar bo'ladi. Keyin uningga yana shu dunyodan 10 hassa beriladi. Ani qarang, jannatga eng az mukofot shu bo'lsa, endi rosa ko'p amal qilgan odamga beriladigan mukofotni qanday tasavvur qilg'il bo'lsin? Jannatning shahar va ko'chalari, saroy va qasrlari, ho'yla uylari oltin kumushdan, yaqut va zirlardan, marvoyit va zumratlardan bo'ladi. Yerda chang to'zon va kirlar yo'q bo'lib, yerda xushpuroq chechib turadigan za'fron bo'ladi. Bo'ldi bas. Jannatda insonlar tabiatiga nima yoqsa shu bor. Nima yoqmasa, u do'zaxga yutkab qo'yilgandir. Jannatdagi eng cho'ng ne'mat va mukofot shuki, hamma mu'minlar Allohni o'z ko'zi bilan ko'radi. Shundaqla yuzma-yuz turib salomlashadi, paranglashadi. Bu eng ulug' baxtdir. Demak, biz jannatda Allohni va payg'ambarimizni ko'ramiz. Burun o'lib ketgan bu mo'minlarimizni,
jannatdan topamiz inshaalloh. O yerda har bir odam o'zining yaxshi ko'rgan odamlari, do'stlari bilan birga yashaydi. Biz yashayotgan dunyo qiyomat kuni yo'q bo'lib ketadi. Shuningdan keyin Alloh mu'minlarni jannatga kirgizadi. Jannat bu dunyoda Allohga iymon keltirib ibodat qilgan, pokiza hayot kechirgan, sabrlik, g'ayratlik va jasur musulmonlar uchun tayyorlab qo'yilgan. Musulmonlar jannatda abadiy rohat yashaydi. Ammo jannatga kirish uchun inson bu dunyoda haq yo'lda bo'lishi, qiyinchilik va sinoqlarga chiroyli sabr qilish kerak. Balalar, yaxshisi o'zinglar tezroq kitob o'qilaydigan bo'linglar. Shundala texim ko'p narsalarni bilib olaysizlar. Eng muhimi, sizlar jannatga kiradigan yaxshi balalar va yaxshi qizlardan bo'linglar. Ilmlik, adablik, ibodatlik, taqvolik, mehnat so'yar, sabrlik va qo'rqmas bo'lib o'singlar va qo'rqmay yashanglar. Xo'sh, balajonlar, sizlardan endi savol so'raymiz. Undaqda birinchi savol, payg'ambarimiz jannatni qanday ta'riflagan? Jannat hozir qayerda? Ikkinchi savol, jannatga eng avval kimlar kirdi? Uchinchi savol, jannat haqida nimalarni bilasiz? To'rtinchi savol, jannatga kirish uchun nima ishlarni qilish kerak?